Hammaga salom do'stlar. Bugun men sizlar bilan Zodiar kanalida do'stlar bugun mana orqamda ko'rib turibsizlar. Bugun biz Shaderly Minecraftni ko'rib o'tamiz. Qanunda go. Aytgancha bu videoni oxirigacha ko'ring, chunki buni qaytadan yuklab olishni men sizlarga o'zim o'rgataman va qayerdan ham yuklab olishni aytaman va shuning uchun bu videoni tezroq oxirigacha ko'ring, oxirida bari bo'ladi. Qanunda go. Demak, mana birinchi boshlab bo'lsak, mana bu barglar qimirlayapti, ko'rsanglar. Juda ham plus katta shaderga va suvlan qaranglar, vahshiy bomba-yu. Bo'pti, suv bilan uncha omadimiz kelmadi, lekin baribir uni qaranglar do'stlar, vahshiy bomba-yu, bu yer bomba. Tak, mana hayvonlarni ham xuddi 0.14-versiyadagi nimalarga o'xshaydi. Ya'ni nima demoqchiman, ana ularga moblarga, ko'rinishlarga o'xshaydi. Water drop, mana hammasi bor. Hammasi qanday bo'lsa o'shanday, lekin bari shaderli. Siz bilaman, o'zi baribir shunaqa Minecraft o'ynab o'tirsiz. Mana uning rasmini ko'rishingiz mumkin. Buni Play Marketdan yuklab olgansiz, to'g'rimi? Ha, hozir men sizlarga shundan qisqachagina videolarga ko'rsataman. Meni kuzatayotganlarning 70% mana shunaqa Minecraft o'ynayapti, to'g'rimi? To'g'ri aytgancha, bu qishloqni men kelajakda ishlataman. Ya'ni bu qishloqni men hali kelajakda video qilib chiqaman. Shuning uchun bekorga bu devorlarni ham qurmayapman. Nima bo'lganda ham buni qaranglar, 0 grafika, 0 piksellarni qaranglar, voy dod. Shuning uchun siz bu Minecraftdan voz keching va u Minecraftga o'ting. Agar siz bu videoga like bosib obuna bo'lsanglar, men bonusga, hattoki men bonus qaranglar o'tdan qabullashini. Ko'rasizlar, vahshiy zo'r. Aytgancha, bonusga men o'sha yandagi ko'rsatgan Minecraftning ismini ham aytib o'taman. Videoning barchasi videoning oxirida bo'ladi, shuning uchun ko'ring. Mana suvda water drop qilsanglar va water dropga uncha emasman, qilmading-ku deb tanqid qilishga shoshilmanglar. Aytganimdek, bu suvni qaranglar, xuddi realniy, bunaqa realniy suv to'zlasizlar, qayerda ko'rgansizlar, wow, dahshat. Shu agar bunaqa Minecraft bo'lishi hali qiyin. Buni qaranglar, wow. Va qishloqlar, ana qishloqi, yana bitta qishloqi. Bunisi mana bunaqa kartuli, xuddi qishloqiga o'xshar ekan, mana bu videodagi qishloqiga o'xshar ekan. Mayli, oq kutubxonachi, yana kimchi balo, jitalarni qaranglar, va olov yorug'ilgan qaranglar. Aytgancha, yorug'lik esimdan chiqib ketibdi-ku, yorug'lik. Creeper boshi taqib olamiz. Ko'rasizlarmi creeperni? Mayli, endi biz aytgancha men nima qilmoqchiman? Creeper. Demak, bugungi video shulardan iborat edi. Siz kanalimga like bosib bo'lishni unutmanglar. Aytganimdek, men hali 600 ta bo'lishim kerak. Hali men 1 ga ham boraman do'stlar. Sizlar bilan albatta aytgancha, bu Minecraftni siz mening Telegram kanalimdan topishingiz mumkin. Hammasi mening Telegram kanalimda bo'ladi. Ha, aytgancha, yana siz mana bu kanalga obuna bo'lib qo'shishni istadim. Bu mening ikkinchi kanalim va siz uning nomi Super Player. Shu kanalga obuna bo'ling, havola videosida bo'ladi. Bunda har xil o'yinlar o'ynayman, albatta qiziq bo'ladi deb o'ylayman. Sizlar bu uchun obuna bo'lib, tezda like bosib qo'yishingiz kerak. Endi bonusni bajarish vaqti keldi. Demak, bonusga men uning ismi World Block deb chiqadi. Mana yuzini ham ko'rsatishim mumkin. Mana yuzi ko'rib turibsiz. Unday bo'lsa, go. Mayli, davay, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammaga rahmat, obuna bo'ling. Salomat bo'ling.